Hürmetli vatandaşlarımızı devamlaştırımız. Endiki mavzumundaq. Prezident Trump Texas ştatı apet rayını gözden keçirdi. Mavzula xabar 8. ayının 30. günü Amerika avazının Xitay til programması e'lon qilindi. Xabar bundaq başlandı. Washington. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump va xonimi Melania haftaning 2. günü aeroplanga o'ltirib Texas shtatiga berib, Texas shtatining suv optiga uchragan ahvolini ko'zdan kechirdi. Texas shtati issiq bilbog'i rayon bo'ron chapqoniga uchragandan keyin qattiq yomg'ir yog'di. Prezident Trump Corpus Christi shahrida ofatdan qutuldiruvchi xodimlarga mundaq dedi. Sizlarning kishilarning hayotini qutuldirib qolganinglar, ularning yetkilishiga tez yordam berib, sel toshqinidan saqlanishga ko'rsatgan tirishchanliginglardan intayin faxrlandim. Havi bo'ron chopqini o'tgan haftaning 5. kuni avval Corpus Christi shahrida quruqlik chiqdi. Prezident Trump bu bo'ron chopqin tarixda misli ko'rilib boqmagan bo'ron chopqin dedi. Yordam berish xizmatimizda nihoyat yaxshi ishlashimiz kerak. Lekin Federatsiyalik jiddiy boshqarish idorasining boshlig'i Broki garchi yomg'ir to'xtagan bo'lsa-mu, oldimizda yanada jafoliq va mushaqqatli kunlar bor dedi. U mundaq dedi. Ofatdan qutuldirish unda o'ng'ay bo'lib ketmaydi. Va Texas xalqiga tasalli berib, sizlar bilan billa dedi. Prezident Trump va rafiqasi Melania Houston shahriga yetib berib, shtatlik hukumat rahbarlarining dokladini angladi va jiddiy qutqizish markazini ko'zdan kechirdi. Shiddatli sel toshqin 10 minglagan, 100 minglagan xalqni boshqa yerga yo'tkilishga, ko'chishga majburlagan edi. Prezident Trump o'zining ko'zdan ko'chirish xizmatining Amerikaning 4 shahri Houston shahrida elib berilayotgan ofatdan qutuldirish xizmatiga ta'sir ko'rsatishni xohlamaydi. Lekin Prezident Trump haftaning 6. kuni Texas shtatiga berib, ofatga uchragan joylarni ko'zdan kechirdi. 3500 nafar kishi qutqizib qilindi. Ularning turalg'i uylari shiddatli toshqinda cho'kib ketdi. Yana bir xabar, hurmatli vatandoshim. Prezident Trump Beijingning taklifini rad qildi. Mavzuli xabar Dovitor betida 8. ayning 28. kuni e'lon qilindi va xabar bunday boshlandi. Amerika Sharq vaqti 8. ayning 28. kuni Prezident Trump Washingtonda Finlandiyaning prezidenti bilan ko'rishdi. Prezident Trump Beijingning taklifini rad qildi degan xabarlar Washingtonda shu bir kunlik xabarlar qatorida mavzu o'rni berilyapti. Aqsaray, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump 28 kuni Aqsarayda Finlandiyaning prezidenti Sauli Niiniston bilan ko'rishdi. Prezident Trump ko'rishish jarayonida bunday ko'rsatdi. Finlandiya bilan Amerikaning yaxshi munosabati bor. Bo'lmaydigan bir tarafi shuki, Finlandiya bilan Amerika savdosida qizil raqam mavjud. Balki ba'zi ishlarni qilish orqali bularni tuzatishimiz mumkin. Pul muomalasiga 8. ayning 29. kuni xabar qilib bunday ko'rsatdi. 7. ayda Jungo o'tirib qo'ygan po'lat o'mir mahsulotlarining eshib qolishini azaytish to'g'risidagi taklifni Prezident Trump rad qildi dedi. Gerçi Prezident Trump'ның ba'zi oliy maslahatchilari bu taklifni qo'llashni ta'kidlasa-mu. Prezident Trump maslahatchilariga mundaq dedi. Jungodan import qilingan tovar mallarga boj qo'yishimiz kerak. Xabarlarga asoslangan 7. ayda Germaniyaning Hamburg
Şəhərdə ötküzülgən 20 dövlət yuqori dərəcəliklər yığınıdan bir həftə keyin Beyjan 2022 yıldan burun polat tümür məhsullatlarını işləb çıxarışını 150 milyon tonna azaytış təklifini oturuq qoyğanda Prezident Trump bu təklifni İçki işlərdən xəbərdar kişilərin eytişcə şu qətimdən başlap 2 qətim rədd qıldı. Yana bir xəbər. Xəbər təhlili xəbər. Çavuşanның raketa sınaq qılğanlığı səbəblik Amerika-Cungu münasibəti yamallaşıb ketişi mümkün. Mavzulu xəbər 8-ci ayının 30-cu günü Amerika Ovazının Xitay til proqramısı elan qılındı. Washington. Çavuşan həftənin 2-ci günü səhərdə qoyub bərgən raketa Yaponiya osmonidan uçub ötdü. Yaponiyaga misli ko'rilmagan tahdid paydo qildi. Prezident Trump dediki, har qanday tanlashni ustal ustiga qo'ydi. Tahlilchilar bunday ko'rsatdi. Nihoyat aniqki, bu tanlash Jungo qaratgan besimni texmi kuchaytirish. Balki bu besim Amerika-Jungo munosabatini haqiqiy yo'sinda yomonlashtirib o'tishi mumkin.